Aziz ayollar, bachadon yer yuzasidan xalos bo'lishni xohlaysizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Qora sidra kapsulasini bir kunda 3 mahal iste'mol qilib, hayit ekstrakti bedabavkasini bir kunda 2 mahal, oydan 3 oygacha iste'mol qilishingiz mumkin. Mana shu banyo mahsulotimizdan bir kunda 1 mahal tahorat olib, bedabavkamizdan har kuni kechqurun 1 mahal qinga chuqur kirgizib yuborib va siz mana bunday tamponchadan massajni kremimizdan mana massajni kremimiz va zivrovoy kremimizni birgalikda tampon tayyorlasangiz super natijaga erishasiz. Bachadon bo'yi eroziyasidan butkul xalos bo'lasiz. Tayyorlangan sevichani 1 oyda 10 kun davomida qo'yishingiz mumkin. 10 kundan keyin orada 1 hafta dam olib yana 10 kun davomida qo'yishingiz mumkin. Ana shu holatda sizda bachadon bo'yi eroziyasidan butkul xalos bo'lishingiz aniq azizlar.